Mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, jinoyatchilikning har qanday ko'rinishiga nisbatan murosasiz kurash olib borish bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qat'iy choralar ko'rilmoqda. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkent shahar hududida inson a'zolari va to'qimalarni oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi shaxslar qo'lga olindi. Aniqlanishicha, muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi bilan sudlangan 1989-yilda tug'ilgan fuqaro turmush o'rtog'i bilan birgalikda o'zaro jinoiy til biriktirib, oson pul topish maqsadida insonlarda rahm uyg'otuvchi videolar tayyorlab, internet sahifalariga joylab borgan. Olib borilgan tezkor tadbir natijasida erkak ijtimoiy tarmoqlar orqali inson a'zolari va to'qimalarning noqonuniy oldi-sotisi bilan doimiy ravishda shug'ullanib kelayotganligi, mijozlarni operatsiya qilish uchun Tojikiston Respublikasining Dushanbe shahridagi Istiqlol klinikasiga olib borayotganligi ma'lum bo'ldi. U o'ziga ham buyrak ko'chirish operatsiyasini amalga oshirgan va unga bu ishlarni amalga oshirishda yordam berganlar ham aniqlandi. Ular orasida Telegram, Instagram, YouTube ijtimoiy tarmoqlari kanal yurituvchisi ham yaqindan yordam berib kelgan. Mazkur holat yuzasidan inson organlari noqonuniy oldi-sotisi bilan shug'ullanib kelgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 133-1-moddasi 2-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ta'kidlash joizki, inson a'zolari transplantatsiyasi faqat qonun doirasida va belgilangan tartiblar asosida amalga oshirilishi shart. Inson hayoti va sog'ligi eng oliy ne'mat hisoblanadi. Shu bois bu borada qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxslarga jazo muqarrar.